بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا بعد الله subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda Al-Fawaidul Fawaid degan kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz. Biz 21-fasl Haqiqatut tawakkul ala Allah. Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilishlikning haqiqati degan faslga kelib to'xtagan edik. Musannif rahmatullohi alayhi aytadilarki: "Man taraka al-ikhtiyara wat-tadbira fi raja'i ziyadatin aw khawfi nuqsanin aw talabi sihhatin aw firarin min saqamin wa 'alima anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa annahu al-mutafarrid bil-ikhtiyari wat-tadbir وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد منه لنفسه وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرفات في عبده بكل ما يشاء وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه فاستراح حينئذ javobi keladi shu yerda. Endi aytayaptiki, man tarakal ikhtiyara, kimki bir ziyodani umid qilishlikda, nuqsondan qo'rqishlikda, sog'lomlikni, sihat salomatlikni talab qilishlikda, kasallikdan qochishlikni talab qilishlikda Alloh subhanahu va taologa topshirib qo'yadigan bo'lsa va o'zini ixtiyorini tark qilsa. Yani bundan keyingi bobda inshaalloh tavakkulning turlari haqida gapiradi. Bu yerda aytayaptiki, banda bir narsani ziyoda qilishlik yoki biror bir narsa kamchilikdan qo'rqadigan bo'lsa, o'sha narsani tamomiy Alloh subhanahu va taologa topshirib qo'ysa. Va alima va bilsaki Alloh subhanahu va taolo hamma narsaga qodirdir. Alloh taolo tanlashlik va boshqarishlik bilan yagona ekanligini, Alloh subhanahu va taoloning bandaga bo'lgan tadbiri bandani o'ziga bo'lgan tadbiridan yaxshi ekanligini bilsa va bandani maslahatini bandadan ko'ra Alloh subhanahu va taolo yaxshiroq bilishligini bilsa va bandadan ko'ra Alloh subhanahu va taolo ana shu manfaatlarni jalb qilishlik va uni hosil qilishlikda qodir ekanligini biladigan bo'lsa va yana bilsaki Alloh subhanahu va taolo bandaga o'zidan ko'ra nasihatliroq va o'zidan ko'ra rahimliroq, o'zidan ko'ra yaxshilik qiluvchiroq ekanligini bilsa va yana shu bilan birgalikda mabodo bunga qarshi chiqaman degan taqdirda ham banda Alloh subhanahu va taolodan bir qadam bo'lsa ham Allohning tadbiridan o'tib ketolmasligini, bir qadam bo'lsa ham orqada qolmasligini va Alloh subhanahu va taolo qado va qadar qilgan narsalardan muqaddam bo'lmasligi va mutaaxir qolib ketmasligini biladigan bo'lsa, fa alqa nafsahu va shu narsani bilganligi uchun o'zini Alloh subhanahu va taologa tamomiy tashab qo'ysa, hamma ishlarini Allohga tashab qo'ysa, xuddiki zaif bo'lgan qul qohir, aziz, podshoh bo'lgan podshohning huzurida intaraha degan o'zini topshirgandek topshirib qo'yadigan bo'lsa, uni tasarrufot, uni qo'lida bo'lgan xohlagancha tasarrufot qiladigan podshohning oldida topshirib qo'ygandek topshirib qo'yadigan bo'lsa, valaysa lil abdi tasarruf fihi biwajhin min al-wujuh, ya'ni shunday bir holatda topshirish kerakki, bandani hech qanaqa boshqarishlikka tasarrufot yo'q, o'zini bir podshohga tashab qo'ydi. O'sha podshoh unda nima qilishligiga tashab qo'ygandek banda Alloh subhanahu va taologa o'zini fe'llarini tashab qo'yadigan bo'lsa, natija nima kelib chiqadi? Fastaraha hinaydin. Mana shu paytda najot topadi, rohat topadi. Xo'p, endi hozir qisqacha qilib o'zbekcha ma'nosini bilib olaylik buni. Aytayaptiki, musulmon banda modomiki Alloh subhanahu va taoloni hamma narsani boshqarib turuvchi
va qodir ekanligini bilsa va Alloh taoloning hakim ekanligini va Alloh subhanahu va taolo bandadan ko'ra mehribonligini va banda o'zi ixtiyor qilgan narsadan ko'ra bandaga Alloh taolo ixtiyor qilgan narsa yaxshiligini biladigan bo'lsa, undan talab qilingan narsa tamomiy Alloh taoloning qado va qadariga o'zini topshirib qo'yishlik. Sabablarni qilishlik keyingi faslda keladi. Dunyoviy misollarini keltiradigan bo'lsak buni, misol uchun siz oilalilar haqida gapiradigan bo'lsak, ertalab ko'chaga chiqib ketasiz, kechqurun kirib kelasiz. Farzandlaringizdan ko'nglingiz xotirjam. Nega? Oilangizga tashab qo'ygansiz. Mana shu oilangizga tashab qo'yib, "Baba, oilam qariydi-yu" deb turib xotirjam bo'lasiz, o'ylamaysiz ham. Yoki misol uchun mashinangiz bor. O'sha mashinangizni tuzatishlikda birorta bir ustaga tashab qo'yadigan bo'lsangiz, nima bo'lar ekan, endi qanday bo'lar ekan, tuzatib beramikan degan narsa o'tmaydi aqlingizdan. Tamom bo'ldi, mohir bir ustaga tashab qo'ydingizmi, bo'ldi, shu hal qiladi. Tamoman hadiyal bal bo'lasiz. Ya'ni miyangizdagi narsani chiqarib olasiz, xotirjam bo'lasiz. Xo'p, endi aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo sizga qado va qadar qilib qo'ygan bo'lsa, keladi ozginadan keyin. Ammo odamiki shunday ekan, Alloh subhanahu va taolo sizga nimani muqaddar qilgan bo'lsa, bo'ldi, o'sha narsaga taslim bo'lishingiz kerak. Shu siz uchun yaxshiroqdir. Yuqoridagi misolda yorqinroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun siz mashina masalasida tushunmaysiz. Minishni bilasiz, xolos. Lekin undagi ustachilikka taalluqli bo'lgan biron narsani bilmaysiz. Mashinada bir muammo chiqib qolsa, ustaning oldiga borasiz. Nima deysiz? Usta, men shuni shundoq qilib tuzatib bering buni. Bundoq qilsangiz keyin bundoq bo'ladi deb aytasizmi? Yo'q. Qaysi biri yaxshi bo'ladi? Qaysi yaxshi bo'lsa, o'shani menga qilib bering deysiz. To'g'rimi? Endi ustaga ishonganligingiz uchun, mohirligini bilganligingiz uchun tamom taslim qilib qo'yasiz. Siz nima qilsangiz tamom o'shanga roziman deysiz. Bitta oddiygina bitta temirda ishlaringizni topshiryapsiz-da, shu tamom ko'nglingiz mutmain, xotirjam bo'lyapti. U tuzatilmasligi ham mumkin, buzib ham qo'yishligi mumkin. Lekin usta degan nom bo'lganligi uchun xotirjam bo'lyapsiz. Siz bilan biz Alloh subhanahu va taologa nisbatan bir mahluqmiz. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga qaysi bir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'zini hikmatiga munosib shaklda ba'zi bir qadolarni qiladi. Kimnidir kambag'al qilib qo'yadi. Kimnidir boy qilib qo'yadi. Kimnidir xasta, kasal qilib qo'yadi. Kimnidir sog'lom qilib qo'yadi. Sog'lomni sog'lom qilgan paytda o'sha banda uchun yaxshiroq bo'ladi. Kasalni kasal qilgan paytda bandaga shu yaxshiroq bo'ladi. Boyni boy qilgan paytda yaxshiroq bo'lsa, kambag'alni kambag'al bo'lgan payti Alloh subhanahu va taoloning tadbiri shu bo'lganligi uchun mana shu yaxshiroq bo'ladi. Agar inson haqiqatda Alloh subhanahu va taologa mana shunday tavakkul qilishlikka qodir bo'lsa, shu narsani uddasidan chiqsa, haqiqatda rohatda bo'ladi. Musa alayhissalom bizga tamomiy o'rnak bo'ladi bu o'rinda. Musa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo vahiy qildida kechqurun tong otishidan oldin Bani Isroilni olganda shahardan qoch dedi. Musa alayhissalom Bani Isroilni to'pladilar-da, bomdod bo'lishligidan oldin yarim kechasi tunda qorong'usida qochdilar. Firavnning askarlari buni bilib qoldi. Musa alayhissalom va Bani Isroillar orqasidan quvdi. Va shu darajada yaqin bo'ldiki, oldida bitta dengiz turibdi. Orqasida Firavn ko'rinib qoldi. Bani Isroil nima dedi? Bo'ldi, halok bo'ldik dedi. Kelishingga muammo, hamma narsang muammo dedi. Musa alayhissalom xotirjam bo'lgan holatda nima dedi? Robbim albatta menga yo'l ko'rsatadi dedi. Mana bu istiroha degani mana shu bo'ladi. Insonga bir muammo tushib qolsa, sabablarini qildimi, shar'iy sabablarini qilgandan keyin bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qildim, tamom, Alloh taolo nimani iroda qilsa men uchun yaxshidir. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida, g'orga oldiga kelgan paytda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilar, Buxoriyda keladi. Agar kofirlar shu kallasini yerga shunday qaratganda bizni ko'rardi deydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi darajada xotirjam bo'lib, uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz, Abu Bakr dedi. Shuning uchun inson rohatlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, farog'atda bo'lishni xohlasa, Alloh taologa topshirib qo'yishligi kerak bo'ladi. Bu oson emas bu. Misol uchun kecha Tirmiziyni o'qiyotgan paytimizda Shayx Siyar A'lamun Nubaladan bitta qissani aytib berdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shogirdlari bo'lgan ekan. Ibrohim ibn Sulaymon yoki Sulaymon ibn Ibrohim ismidan chiqdi. Boshida yaxshi olmagan ekan.
Keyinchalik Imom Shofiy rahmatullohi alayhi mazhabini tarqatishda eng katta shogirdlaridan hisoblangan. 43 marotaba bitta masalani takrorlagan ekan. 43 marotaba o'sha majlisda o'tirganda 43 marotaba takrorlaganda u tushunmagan ekan shunday. O'zi uyalib, shogirdini o'zi uyalib, keyin majlisdan chiqib ketib qolgan ekan. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi darsini nihoyasiga yetkazgandan keyin kechqurun o'sha shogirdining oldiga borib, boshqatdan tushunguncha tushuntirgan ekan. Bu nima uchun aytyapsiz? Bu gapirish oson, lekin tatbiqqa kelganda juda qiyin, mashaqqatli narsa. Xosatan agar yosh bolaga dars berayotgan bo'lsa, 5-dan keyin qo'l avtomatiki orqaga ketadi kallaga. Illa ma rahima robbi. Bu ham xuddi shunday. Ya'ni inson biladi Alloh subhanahu va taolo bunga qilgan narsani yaxshi ekanligini, Alloh taoloning hakim ekanligini, rahim ekanligini, latif ekanligini biladi, lekin tatbiq oson emas. Shuncha aytayaptiki, haqiqatur roha. Rohatning haqiqati nima bo'ladi? Yuqorida inson tamomiy o'zini Alloh subhanahu va taologa topshirib qo'ysa, fastaraha hina idi minal humumi wal ghumumi wal ankadi wal hasarat. Mana bu o'rinda u g'am, qayg'u, mashaqqat, ankat degani va hasarat, qayg'urishlardan rohatda bo'ladi. Va hammala kullahu va hawaijahu va masalihahu man la yubali bihamliha. Va u kullahu hamma narsasini, hojatlarini bo'lsin, maslahatlarini bo'lsin, man la yubali bihamliha degani uni ko'tarishga parvo qilmaydigan, va la yusqiluhu qancha muammoingiz bo'lsa ham topshirsangiz og'irlik qilmaydigan, va la yaktathiru biha uni katta-yu kichkinaligiga e'tibor bermaydigan Alloh subhanahu va taologa topshirib qo'ysa, fatavallaha Alloh taolo uni oladi. Dunahu degani undan oladi, o'sha bandadan uni oladi. Va arahu lutfahu va bandaga Alloh taolo o'zining lutfini ko'rsatadi va birrahu yaxshiligini, rahmatini ko'rsatadi va ihsonini ko'rsatadi. Min g'ayri ta'bin min al-'abdi va la nasabin va la ihtimamin minhu. Banda natijada charchamaydi ham, mashaqqat ham qilmaydi va diqqatini ham bunga narsa qilmaydi. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu, lekin bu qachon bandaga mana shunday bo'ladi. Buni muqobilada bo'ldi, men Alloh subhanahu va taologa hamma narsani topshirib qo'ydim deb qutulib qolmaysiz. Buni muqobilada Alloh subhanahu va taolo sizga lozim qilgan narsaga e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilayh. Chunki siz hamma g'amingizni nima uchun yaratilgan bo'lsangiz, o'shanga qaratgan bo'lasiz. Ja'ala wahdahu hammahu. Yagona maqsadingiz Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishishligingiz. Fa sarafa anhu ihtimamahu bi hawaijihi va masalihi dunyahu va farraga qalbahu minha. Fama atyaba 'ayshaha. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa siz taslim bo'lganingizdan keyin umidingizni, hamma narsangizni Alloh subhanahu va taolodan talab qilishni boshlab, Allohning aytganini qilib, Alloh qaytargan narsadan qaytsangiz, nima deyapti? Alloh subhanahu va taolo sizga kerak bo'lgan hojatlaringiz va maslahatlaringiz bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi sizga yetkazib beradi va qalbingizni mana bu narsalardan forig' qilib qo'yadi. Fama atyaba 'aysha. Naqadar maza qilib rohatda yashashlik deyapti. Va ma an'ama qalbahu, qalb naqadar rohatda va a'zama sururahu va farahahu. Qanday bu xursand va qanday shodlikda. Dunyoviy bir misolni keltiramiz taqrib uchun. Misol uchun, ayollarda hozir bugungi kunimizdagi toifalari o'rtacha mana shu masalani tushunishlik uchun ikki qismga taqsim qilsak bo'ladi. Birinchi qismi o'sha erlariga uylarini kirasini to'lashlikda, boshqa narsalarda to'lashlikda, dunyoga tashqariga chiqib ishlashlik uchun sherik bo'lgan ayollar. Yo, men ham ishlayman, kasbim bor, men ham nima qilaman deydi-da, ishga chiqqan ayollar bor. Ular endi o'sha erkak kishi bilan tengma-teng miya mashg'ul bo'ladi. Uyni kirasini to'lashimiz kerak, fakturalar to'lashimiz kerak, xarajat qilishimiz kerak, bolalarni ursini, busini qilishimiz kerak deydi-da. Endi miya mana shu bilan mashg'ul bo'lganligi uchun o'zi vazifa yuklatilgan, ya'ni o'zining asosiy vazifasini, onalik vazifasini, xotinlik vazifasini isdan chiqarib qo'yadi, qila olmaydi bu. Shuni hisobiga u unis uchun, ulfatlik uchun, ovunishlik uchun boshqasini topib oladi. Hozir bizga ikkita narsa bor. Birinchisi, u o'zini vazifasi bo'lmagan narsa bilan mashg'ul bo'lganligi uchun o'zini vazifasini unutib qo'yapti, esdan chiqib qolyapti. Va o'sha erga yordam beraman deyapti, undan uzoqlashyapti aksincha. Yaqin bo'ling, shunga yordamchi bo'ling. Endi buni muqobilida erni topgan narsasiga rozi bo'lib, mashaqqatiga sabr qilib, lekin hayolini, aqlini faqatgina o'ziga yuklatilgan narsa bilan
mashg'ul bo'lgan ayollar bor. U o'ylamaydi, kirani qanday to'layman, fakturani qanday qilaman. U erim nimani olib kelsa, tamom shunga roziman deydi. Natijada ham Alloh o'zi nima vazifa uchun yaratilgan bo'lsa, shuni ham qilyapti va yana erga e'tibori bo'lganligi uchun ham erga yaqin bo'lyapti, maqsad hosil bo'lyapti. Valillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi-da, qolgan narsalarni sabab qilib qo'ydi. Qo'lingizdan kelsa qila olsangiz, yaxshi. Qo'lingizdan kelmasa, o'sha sababni ham sizga Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilmasa, Alloh taolo sizni rizqingizni sen sababni qilolmading deb tiyib qo'ymaydi. O'tgan safar aytdik-ku, al-ajal va rizq. Inson madomiki inson dunyoda hayotda bir soniya vaqti bormi, o'sha bir soniyalik rizq albatta keladi. Endi siz mana shu holatda Alloh subhanahu va taolo aytgan sabablarni qilib qo'ysangiz, nima uchun yaratilgan bo'lsangiz, shu vazifalarni qilsangiz, keyin rohatda bo'lasiz. Keyin farog'atda bo'lasiz. O'shani hisobiga mol dunyosini ko'paytiraman deb turib, ibodatdan uzoqlashgan odamlar faqat musibatda. Vallohil azim, billahil azim faqat musibatda. Ammo bergan narsasiga qanoat qilib turib, Alloh subhanahu va taoloning ibodatini birinchiga muqaddam qiladigan bo'lsa, bu insonlarni rohatda ko'rasiz. Va in aba illa tadbira li nafsihi. Endi bu aytsaki, Alloh subhanahu va taologa ishlarini topshirishlikdan bosh tortsa-da, o'zini o'zi qilaman desa, va ixtiyarahu laha, nafsimga o'zim ixtiyor qilaman desa, va ihtimamahu bihazzihi, nafsim nimani xohlaydigan bo'lsa, Robbim berganda emas, o'zim xohlaganimni qilaman deydigan bo'lsa, xallahu. Alloh taolo uni o'ziga tashab qo'yadi. Va maxtarahu, va tanlagan narsasini ham tashab qo'yadi. Va wallahu ma tawalla. Ya'ni nimaga yuz o'girgan bo'lsa, o'shasini, ya'ni tavallahu degan o'zini zimmasiga olgan narsani Alloh subhanahu va taolo o'zini zimmasiga tashab qo'yadi. Fa hadarahu al-hammu wal-ghammu wal-huznu wan-nakadu wal-khawfu wat-ta'ab. Natijada hamma g'am, qayg'u, xafalik, mashaqqat, qo'rquv, charchoq, kasaful bal, qalbni siqilishi, su'ul hal, yomon holatlar o'rab olgan bo'ladi. O'shani hisobiga bugungi kunda g'arb psixologdan kelmayapti. Jinni o'p qolyapti. O'zini o'zi osayapti. Nimaga aytsa, chunki ular rohatlaydigan narsasi yo'q. Dengizda oldida skameykada o'tirganingiz bilan rohat o'p bo'lmaydi. Chunki qalb rohat bo'lmagandan keyin jasadning rohati insonga foyda bermaydi. Shuning uchun aytayaptiki, fala qalbun yasfu. Uning qalbi sof bo'lmaydi. Wala amalun yazku. Amali ham Alloh subhanahu va taolodan uzoq bo'lganligi uchun ziyoda bo'lmaydi. Wala amalun yahsul. Va uni orzusi ham hosil bo'lmaydi. Wala rohatun yafuzu biha. Unga bir erishadigan rohati ham bo'lmaydi. Wala lazzatun yatahanna biha. U bilan xotirjam bo'ladigan lazzati ham bo'lmaydi. Bal qad hila baynahu va bayna masarratihi va farahihi va qurratu aynihi. Balkim uni u bilan masarra shodligi, xursandchiligi, ko'zining quvonchini o'rtasiga mana shu g'amlar tushib qoladi. Fa huwa yakdahu fid dunya kadahal wahshi. Va u dunyoda deyapti, vahshiyni harakatiga o'xshab, kadih degani ijtihad degani. O'sha yovvoyi hayvonlar dunyoga erishishlik uchun qanaqa mashaqqat qiladigan bo'lsa, dunyoga erishishlik uchun mana shundoq mashaqqat qiladi. Va la yadfaru minha bi amalin va la yatazawwadu minha li ma'ad. Va orzusiga ham dunyoda erishmaydi va oxiratda ham biror bir narsa g'amlamaydi. Xo'p, endi mana bu o'rinda Shayx Ibn al-Qayyim Jawziy rahmatullohi alayh bizga ikkinchi xotirjamlikni beryapti. Musakkin deydi-ku. Musakkin degani sokinlashtiruvchi ukul. Vallohu subhanahu qad amara al-abda bi amrin. Alloh subhanahu va taolo bandaga bir vazifani yukladi. Va dabina lahu damanan. Va o'sha ishdan boshqa hamma narsani Alloh subhanahu va taolo o'zi zimmasiga oldi. Fa in qama bi amrihi bin nushi was sidqi wal ikhlas wal ijtihad. Qachoniki banda Alloh taolo buyurgan narsani nasihat bilan, sodiqlik bilan, ixlos bilan, ijtihod bilan qoyim bo'ladigan bo'lsa, shu Allohning buyruqlarini qiladigan bo'lsa, qamallohu subhanahu lahu bima daminahu lahu. Alloh subhanahu va taolo o'zini kafilligiga olgan, zamonatiga olgan narsani unga beradi. Nima edi bu? Rizqini yetkazib qo'yadi. Va Alloh subhanahu va taolo unga o'zi kifoya qiladi. Alloh taolo yordamini beradi va hojatlarini qazosi chiqarib qo'yadi. Ya'ni o'sha mashaqqatlarini, hojatlarini Alloh taolo ado qilib qo'yadi. Fa innahu subhanahu damina ar-rizqa liman 'abadahu wan-nasra liman tawakkala alayhi wastansara bihi wal kifayati
liman kana huwa hammuhu wa muradah wal maghfirati liman istaghfara wa qada'il hawaij liman صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. Chunki Alloh subhanahu va taolo Allohga ibodat qilgan kimsaga rizqini kafolatini olgan va Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilib Allohdan yordam so'ragan kimsaga Alloh subhanahu va taolo yordam berishligini zimmasiga olgan. Wal kifayatu liman kana. Kimniki g'ami Alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lsa, maqsadi Alloh taologa erishish bo'lsa, Alloh taolo unga kifoya qiladi. Kimki Alloh taolodan istig'for so'rasa, Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qilishligini va agar talabida sodiq bo'lsa va Alloh taologa suyangan holatda umidi va ta'masi, ya'ni xohishi kuchli bo'lgan holatda Alloh taolaning fazli va sahiyligiga ishongan holatda so'rasa, albatta Alloh subhanahu va taolo bularga berishligini zamonatini o'z zimmasiga olgan. Endi shu narsani bilgandan keyin aqlli odam nima qiladi desa, aytayaptiki fal fatinul kayyis inma yahtamu bi amrihi va iqamatihi va tawfiyatihi la bi damanihi. Fatin zirak, kayyis aqlli bo'lgan kishi unga buyurilgan ishga e'tibor qaratadi, o'sha narsani qoyim qilishlikka va to'liq qilishlikka harakat qiladi. Kafolatlanib qo'yilgan narsaga ya'ni e'tibor qilmaydi, g'am qilmaydi u narsa uchun. Fa innahu al-wafiyyu sodiq. Chunki uni zamonatiga olgan zot va'dasiga vafo qiluvchi sodiq bo'lgan zotdir. Va man awfa bi ahdihi min Alloh. Alloh taolodan ko'ra ahdiga vafo qiladigan kim bor deyapti. Dunyoviy bir misol keltiramiz. Hozir bugungi kunda misol uchun sug'urtasi qilib qo'ygan mashinasini sug'urta qilgan kishi, xosatan misol Turkiyada kasko degan sug'urtasi bor. U kasko shunaqa sug'urtaki, agar Alloh saqlasin bir do'l bo'lib yoki sel bo'lib, mashinangizda sel oqqizib ketsa, kaskoga o'sha mashinangizni dokument olib borsangiz yangi berar. Shunaqa ekan kaskosi. Puli ham qimmat. Bir birodarda o'sha mashinasini daraxt tagiga qo'yib qo'yganda daraxt tushib, buzilib ketgan ekan, mashinasini borganda yangisini beradi. Endi o'zi kitob bo'yicha shunaqa. Kimdir qila oladi, qila olmaydi. Xulosatul kalom, o'sha va'dasiga vafo qilinadigan bir o'rinda kasko sug'urta qilish o'zi joiz emas, harom, aytib qo'yaylik buni. Kasko sug'urta qilgan odam xotirjam minadi mashinasini. To'g'rimi? Nimaga desa, ertaga bir narsa bo'lsa almashtiraman dedi, muammo yo'q deydi. Nimaga desa, chunki u zamonatga olib qo'ygan narsaga g'am qilmayapti. Valillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taolo sizning rizqingizni zamonatiga olib qo'ygan. Shu darajadagi zamonatga olganki, o'zi aslida sizga qadar qilingan narsa, ming harakat qilsangiz ham o'sha keladi. Ibodatni qazo qilib, qilmasdan, hozir vaqtim yo'q deb turib, Alloh subhanahu va taolo sizga buyurgan narsani qilmasangiz ham o'sha miqdor keladi. Balkim o'sha sizga buyurilgan narsani vaqtida komil shaklda qilsangiz ham o'sha keladi. Endi aqlli odam nima qiladi? Baribir shunga erishaman-ku deydi. Baribir mana shu ibodatni tashlab Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rinsam ham shunga erishaman. Ibodatni komil qilib turib Allohga yaxshi ko'rinsam ham shunga erishaman. Qo'y Allohga dushman bo'lmaydi deydi-da aqlli odam o'sha vazifasini qilib, keyin qolgan sabablarni qilib qo'yadi. Min alamati saada. Baxtlilikning alomati nimada? Qachon inson baxtli bo'ladi? Haligi Vasim Yusufda aytdim sizlarga. Vasim Yusufda aytdim-ku. Shu birinchi eshitgan odam emasmi? Hali o'shanaqa odam, pishgan odam, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriyda keladi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shaytondan ham bir gap keladigan bo'lsa, sahih bo'lsa qabul qil deydi-ku. Mana shuni Vasim Yusufda bir narsasi bor, maqtasi bor, videosi. Ayna saada degan. Haqiqatda zo'r gapirgan. Ayna saada. Saodat qayerda? Aytganki, dunyoga kelgan har qanday inson, kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, fojir bo'lsin, solih bo'lsin, hammasining maqsadi dunyoda ham oxiratda ham baxtli, saodatli bo'lishlik. Xo'p, endi saodat ikki turli bo'ladi. Badanga keladigan saodat bor va ruhga keladigan saodat bor. Chunki inson ikkita narsadan tashkil topgan. Badandan va ruhdan. Badanni saodatida kofirlar ham, musulmonlar ham, solihlar ham, fosiqlar ham bir xil rohatlanadi. Misol uchun ovqatlanishlik. Kofir ham bir xil maza qiladi, chunki badan rohatlanadi bunda. Mu'min ham bir xil rohatlanadi. Oilaga misol uchun juma qilishlik. Kofir ham bir xil rohatlanadi, musulmon ham bir xil rohatlanadi. Endi haqiqiy rohat, haqiqiy saodat bu qalbning saodati deydi.
Alloh subhanahu va taologa bog'lanishlik. Shuning uchun siz dunyoda haqiqiy saodatni qidiradigan bo'lsangiz, ruhingiz shod bo'ladigan narsalardan qidirishingiz kerak. Mana shu ruhni shod bo'lishligining alomatlari nimada deyapti. Min alamati saada, saodatning alomatlaridan va min alamati saada sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna zamanihi. Haqiqiy baxtli inson Alloh subhanahu va taolo zamonatiga olgan narsa bilan mashg'ul bo'lmasdan, Alloh taolo yuklagan buyruq bilan mashg'ul bo'lgan kimsa mana bu haqiqiy saodatdadir. Va min alamatil harman, endi mahrum bo'lishligining alomati farag'u qalbihi min al-ihtimam bi amrihi va hubbihi va khashyatihi va al-ihtimam bi zamanihi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarga qalbi e'tibor berishlikdan forig' bo'lib, Alloh taolo zamonatiga olgan narsalar bilan mashg'ul bo'lib, o'shani yo'qolib qolishligidan qo'rqishlik, o'shanga erishishlik bilan xursand bo'lishlik va o'shani yaxshi ko'rishlik. Demak, eng badbaxt bo'lgan odam buni muqobilida nima keladi? Badbaxt bo'lgan odam dunyo kelganda xursand bo'lib, oxirat ketganda xafa bo'lmagan kishi haqiqiy badbaxt bo'lgan odam kimsa. Endi haqiqiy baxtli odam ibodatga yaqinlashganda, Allohga qurbat hosil qilganda xursand bo'lib, dunyosidan uzoqlaganda xafa bo'lmagan kimsadir. Shuning uchun Bishr ibn al-Harith, kecha Sharh Hilyat Talib ilmda o'tdik-ku, Bishr al-Hafi, nahvni o'rganmagan kishi. Mana shu kishi bo'ladilar. Bishr al-Harith ahlul axirati thalatha. Oxirat ahllari 3 xil bo'ladi deydi. Abid, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiluvchi, va zahid, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va qo'shimcha zohidligi ham bor. Uchinchisi siddiqdir. Abid degani ya'budulloh ma'al alaiq. Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, lekin dunyoga bo'lgan muhabbati ham bo'ladi. Bu maqtaniladi, lekin martabasi pastroq bo'ladi. Zohid bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, dunyodan uzoq bo'ladi. Siddiq degani Alloh subhanahu va taologa, Allohni rozi bo'ladigan va Allohni roziligiga muvofiq bo'lgan holatda ibodat qiladi. Alloh subhanahu va taolo dunyoni olishlikni ko'rsatgan paytda dunyoni olib dunyo bilan ibodat qiladi. Alloh subhanahu va taolo dunyoni tark qilishlikka buyurgan paytda dunyoni tark qilib Allohga ibodat qiladi. Demak, hozir bu yerda siddiq vasati ekan. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa, ya'ni abid bo'ladigan bo'lsa, ibodat qiladi, lekin dunyoga bog'liqligi ko'proq bo'ladi deyapti. Zohid tamomiy dunyodan uzoqlashib qoladi. Endi haqiqiy siddiq bo'ladigan bo'lsa, u dunyo bilan ibodatni shu darajada bog'laydiki, dunyoga Alloh subhanahu va taolo buyurganligi uchun qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'lida infoq qilishlik uchun, hali o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, mol dunyoni qalbiga emas, qo'lida to'playdi. Vallohu a'lam. 22-fasl anva' tawakkul ala Alloh. Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilishlikning turlari. At-tawakkul ala Alloh naw'an. Allohga qilinadigan tavakkul 2 turli bo'ladi. Birinchisi tavakkulun alayhi fi jalbi hawaij al-'abd wa hududihi ad-dunyawiyya. Inson dunyoviy maqsadlariga, dunyoviy hojatlariga erishlik uchun Alloh taolaga tavakkul qiladi. Yoki dunyoda bir dunyoviy musibatlar va dunyoda yomon ko'rilgan narsalarni daf qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolaga tavakkul qiladi. Ikkinchisi tawakkul alayhi fi husuli ma yuhibbuhu huwa va yardah. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan narsalarni, Alloh rozi bo'ladigan iymon, yaqin, jihad va Alloh taoloning yo'liga da'vat qilishlikda Alloh taologa tavakkul qiladi. Va bayna an-naw'ayn min al-fadl ma la yuhsihi illa Alloh. Ikkalasining o'rtasida shu darajada farq borki, ikkinchisi birinchidan shu darajada fazilatki, buni miqdorini faqatgina Alloh taolo biladi. Famata tawakkala alayhi al-'abdu fi an-naw' ath-thani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw' al-awwal tamam al-kifaya. Kimki ikkinchi turda, ya'ni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan narsalarda Alloh taologa tavakkul qilsa, iymonda, yaqinda, jihodda, da'vatda tavakkul qiladigan bo'lsa, shak shubhasiz Alloh taolo birinchi narsani hosil qilib qo'yadi. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi qavli tushunarliroq. Ya'ni Hasan al-Basri aytadilarki, dunyoni orqasidan quvib oxiratga erishganlarni ko'rmadi. Oxiratni orqasidan quvib dunyoga erishganlarni ko'p ko'rdim deydi. Ya'ni siz tavakkul, iymonda Alloh taologa tavakkul qiladigan bo'lsangiz, zotan birinchi narsa dunyoda hosil bo'ladigan narsalar Alloh subhanahu va taolo sizga zotan kifoya qilib qo'yadi. Wa mata tawakkala alayhi fi an-naw' al-awwal duna ath-thani kafaha ayda.
Endi bu birinchi tavakkul, ya'ni dunyodagi hojatlarga erishishlik uchun Alloh taolaga tavakkul qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga kifoya qiladi. Lekin la yakunu lahu aqibatul mutawakkil fima yuhibbu va yarda. Lekin tavakkul qilgan narsasida bu dunyoda tavakkul qilganlik uchun, dunyoviy narsalarda tavakkul qilganlik uchun uxroviy narsalar unga sodir bo'lmaydi. A'zamut tawakkul. Tavakkulning eng kattasi. فأعظم توكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. توكلنا إن كتاسك هداية وتجريد التوحيد دجان توحيدنا خالص قلش ليدا وبيعمر صلى الله عليه وسلم جرجش ليدا أهل باطل لرجع قرص جهاد قلش ليدا قلينجان توكلر. Mana bu payg'ambarlarning va payg'ambarlarga ergashgan kimsalarning ichida xos bandalarning tavakkulidir. Va tawakkulu taratan yakunu tawakkul idtirorin va ilja. Gohida tavakkul zaruriy bo'ladi. Bu bugungi kundagi bizning tavakkulimiz. Endi nima ham qilardik, hamma narsani qilib ko'rdik bo'lmadi, endi Alloh nima yozgan bo'lsa shunga rozimiz. Mana shu tavakkulul idtirori deydi. Ya'ni bihaythu la yajidul abdu malja'an. Banda bir panoh topadigan boshqa bir yo'l topa olmaydi. Va la wazazan, ya'ni mu'tasam, suyaniladigan joy topa olmaydi. Tavakkuldan boshqa narsa qolmadi. Hamma narsani qilib ko'rdik, endi Allohga suyanishdan boshqa yo'l qolmadi degani mana shu bo'ladi. Kama idza daqat alayhi al-asbab, hamma sabablarni qilib ko'radi. Va daqat alayhi nafsuhu va hattoki o'sha o'ziga ham sig'may qolgan paytda dhanna anna la malja'a min Alloh illa ilayhi. Endi Allohdan so'ramasak bo'lmaydi ekan degan joyga kelsa, mana shu tavakkulul idtirori deydi. Va taratan yakunu tawakkul ixtiyori. Gohida Alloh taologa bo'lgan tavakkul ixtiyoriy tavakkul bo'ladi. وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد. Bu tavakkul shundayki, insonni qo'lida o'sha maqsadga erishadigan sabablar bo'ladi. Fa in kana sabab ma'muran bihi dhumma ala tarkihi. Agar o'sha sabab shariat tarafidan buyurilgan bo'lsa, uni tark qilganligi uchun mazammat qilinadi. Va in qama bis sababi, sababni qisada va taraka tawakkul ala Alloh, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkul tark qiladigan bo'lsa, unda tavakkulni tark qilganligi uchun mazammat qiladi. فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما. عند أمتنا اتفاق وقرآن الناس بلان واجب بوغان نرسي كلاسını jamlaydi. Yani sabablarda ham qiladi, lekin sababga suyanmaydi va Alloh taologa tavakkul qiladi. Ta'atul asbab al-muharrama. Endi inson maqsadga erishishlikda harom bo'lgan sabablarni qilsa bo'ladimi, yo'qmi? فإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته. Agar sabablar shariatda harom bo'lgan sabablar bo'ladigan bo'lsa, uni qilishlik harom bo'ladi. Va tuwahhadu as-sababu fi haqqihi fi at-tawakkul falam yabqa sababun siwah. Uni haqqida bittagina sabab qoladi. U Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilishlik, falam yabqa sababun siwah, undan boshqa sabab qolmaydi. Fa inna at-tawakkula min aqwa al-asbab fi husul al-murad. Ya'ni biz misol uchun ba'zi darslarda zikr qilganmiz, ustozlarimizdan eshitgan narsa, ba'zan misol uchun insonlarning sababi duo bo'ladi. Endi duo zoti Alloh taologa tavakkul qilishlik. Boshqa hech qanaqa sababi qolmaydi. Shuncha aytayaptiki, unda faqatgina bitta sabab qoladi. U sabab Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilishlik. Chunki tavakkul bu maqsadni hosil bo'lishlik, yomon ko'rgan narsalarni daf qilishlikdagi eng katta sabablardandir. Bal huwa aqwal asbab ala al-itlaq. Yani bu butunlay sabablarning ichida eng kattasidir. In kana sabab mubahan nadarat. Agar sabab muboh bo'ladigan bo'lsa, qaraymiz. Hal yud'ifu qiyamuka bihi tawakkula aw la yud'ifuhu. Siz o'sha sababni qilsangiz, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkulingizni zaiflashtiryaptimi, zaiflashtirmayaptimi, qaraymiz. Fa in ad'afahu wa farraqa alayka qalbaka wa shattata hammaka fatarku haula. Endi o'sha sababni qiladigan bo'lsangiz, sizga Allohga bo'lgan tavakkulingizni zaiflashtirib qo'ysa, farraqa alayka qalbak, qalbingizdagi o'sha qalbingizni parchalab tashlasa va g'amingizni bo'lib tashlayotgan bo'lsa, ya'ni Allohga bo'lgan g'amingizni, Allohga bo'lgan qalbingizni birligini bo'lib tashlaydigan bo'lsa, avlo bo'ladi. Suratul Masala. Xo'p, bir inson kasal bo'lib qoldi. Endi kasal bo'ladi, doktorga borishlik muboh. Endi shu doktorga borgandan keyin bo'ldi. Mana shu doktor aytdimi, tamom bo'ldi, men tuzalaman dedi. Allohga bo'lgan tavakkul zaiflashib qoladimi? Bo'ldi, doktormi? Tamom, professor ekan, uzmon ekan, birinchi dunyoda birinchi o'rinda turadigan uzmonlardan ekan, bo'ldi, hal qiladi deydi. Bu Allohga bo'lgan tavakkulni zaiflashtirib qo'yadi va Allohga bo'lgan g'amini tushirib qo'yadi. Bunda tark qilishligi avlo bo'ladi deyapti. Fa illam yud'ifu, zaiflashtirmasa, Allohga bo'lgan tavakkulingiz kuchliligicha turaversa, lekin o'sha doktorga
nima qilgani sizda faqatgina xotirjamlikda hosil qiladigan bo'lsa. O'zi Allohga bo'lgan tavakkulingiz bor, iymoningiz bor, ishonchingiz bor, yaqiningiz bor, faqatgina xotirjamligingizda ozgina taraddud bo'lyapti. O'shani xotirjam qilishlik uchun o'sha doktorga borsangiz, unda avlo bo'ladi. Li'anna hikmata ahkamul hakimin iqtadat rabatal musabbab bihi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning hikmati sababni musabbabga bog'lashlikni qildi. Fala tu'attal hikmatahu mahma amkanaka al-qiyam biha. Sizga qachoniki qilishlik imkoni bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning hikmatini yo'qqa chiqarmang. Wala siyama idza fa'altahu ubudiyatan. Xossatan o'sha narsani siz ibodat deb qiladigan bo'lsangiz. Fatakunu qad atayda bi ubudiyatil qalbi bit tawakkul. Tawakkul bilan qalb ibodatini olib kelgan bo'lasiz va sabablarni qilishlik bilan, ya'ni al-manwi bihil qurba, Alloh taologa yaqinlashlik niyat qilingan sabablarni qilishlik bilan siz ubudiyatni, ya'ni a'zolarni qulligini jamlagan bo'lasiz. Suratul Masala. Bir odam kasal bo'lib qoldi. Qorni og'riyapti. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, asal qorinning og'rig'iga shifo degan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganligi uchun Rasululloh yolg'on gapirmaydi deb turib, o'shani Rasulullohga bo'lgan muhabbat bilan qilinyapti. Sabab qilinyapti. Lekin Rasulullohga bo'lgan muhabbat bilan qilinyapti. Natijada bu o'sha asalni yeyishligingiz, a'zolaringizning ibodati bo'lyapti. Allohga bo'lgan tavakkulingiz qalbingizni ibodati bo'lyapti. Tahqiqut tavakkul. Xo'p, endi tavakkul deyapsizlar deyapti. Ha, buni qanday qilib ro'yobga chiqaramiz? Haqiqat qanday bo'ladi? Qachon biz tavakkul qilgan bo'lamiz desa, endi aytib beryapti. Vallazi yuhaqqiqu tawakkula al-qiyam bil asbab al-ma'mur biha. Tavakkulni haqiqatan ro'yobga chiqarishlik yoki chiqargan kishi u o'sha buyurilgan sabablarni qiladi. Faman attalaha lam yasihha tawakkuluhu. Ya'ni shariatda muboh bo'lgan va tavakkulni zaif qilmaydigan sabablarni tark qilgan kimsa bu tavakkulni sahih bo'lmaydi. Kama anna al-qiyam bil asbab al-mufdiyati ila al-husul al-khayr yuhaqqiqu raja'ahu. O'tdagi insonni yaxshilikni hosil qilishlikka olib boradigan, undaydigan sabablarni qilishlik umidini ro'yobga chiqargani kabi. Faman lam yaqum biha kana raja'ahu tamanniya. Ya'ni misol uchun hozir aytayaptiki, inson bir narsaga orzu qildi. O'sha orzusiga erishishlik uchun nimadir qilish kerakmi? Men aytsaki, bir mashina minishni bilmaydigan odam shu mashina minishni o'rganishim kerak deyapti. Lekin mashina minib ko'rsa, yo'q, qo'rqaman deyapti. Umuman harakat qilmasa, buni mashina minishni o'rganaman degan umidi orzu bo'lib qoladi, tamanni bo'lib qoladi. Kama anna man attala yakunu tawakkuluhu ajzan va ajzuhu tawakkulan. Xuddi shunday bir sabab turgan paytda, yo'q, men Allohga tavakkul qilaman desa-da o'sha sababni qilmasa, buni Allohga bo'lgan tavakkuli ojizlik, ojizligini tavakkul qilib olgan bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni ojizligini, misol uchun, ummat nusratga ega bo'lishligi uchun nima qilishligi kerak? Iymon keltirgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishlik kerak bo'ladi. Qachoniki jihodning sabablari topilgan bir o'rinda, yo'q, hozir vaqt emas deydigan bo'lsa, sabablarni qilmaydigan bo'lsa, bu o'zini ojizligini tavakkul qilib olgan bo'ladi. Allohga suyansak, duo qilsak keladi. Haligi aytdi-ku, ikkita tasbihi bo'lganda 200 kishining mazasini qochirib qo'ygan ekan-ku. Nimalar jangdami? Ha, jangda. Ha, bu tavakkul hisoblanmaydi bu. Sababni qilmadingizmi, siz o'zingizni ojizligingizni tavakkul qilib olgan bo'lasiz. Va sirrut tawakkul va haqiqatuhu. O'zi aslida tavakkulning siri va tavakkulning haqiqati i'timadul qalbi ala Alloh wahda. Qalbingizni tamomiy Alloh taologa suyisiz. فلا يضره مباشرة الأسباب مع حلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. Va sabablarni qilishlik zarar bermaydi. Modomiki siz qalbingizni o'sha sabablarga suyamagan bo'lsangiz, sabablarga rukun degan moyil bo'lib ketmagan bo'lsangiz, sabablarni qilishlik sizga zarar bermaydi. Kama la yanfa'uhu qawluhu tawakkaltu ala Alloh. Xuddi Allohga tavakkul qildim degan gapingiz foyda bermagani kabi sabablarsiz. Ma'atimadihi ala ghayrihi va rukunihi ilayhi va thiqatihi bihi. Yoki siz Alloh taologa tavakkul qildim desangizda, Allohdan boshqasiga suyangan bo'lsangiz, Alloh taolodan boshqasiga ishongan bo'lsangiz, bu tavakkulingiz sizga foyda bermaydi. Bayna tavakkulul qalbi va lisan. Qalbni tavakkuli bilan tilni tavakkulining o'rtasidagi farq. Fa tavakkulul lisan shay'un. Tildagi tavakkul bitta narsadir va qalbdagi tavakkul boshqa, umuman boshqa narsadir. Umuman boshqa bir narsa. Kama anna tawbatul lisan ma'a israril qalbi shay. Tildagi tavba va qalbda isror boshqa narsa. Va tawbatul qalb va illam yantiqul lisan shay'un akhar. Va qalbni tavbasi agarchi tilda kelmasa, bu boshqa narsadir. Misol uchun banda Allohga tavakkul qildim desa-yu,
qalbida Allohdan boshqasiga suyanadigan bo'lsa, Allohga tavba qildim deb turib ma'siyatda davom etayotgan odamga o'xshaydi. O'sha aroqni tashish kerak edi, astag'firulloh, shu aroq deb turib aroqni ichaversa, bu tilidagi narsa foyda bermaydi. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taologa tavakkul qilgan kimsa Alloh subhanahu va taologa tamomiy suyanishligi lozim bo'ladi. Faslun yaqinu istijabati du'a. Asasu kulli khayrin an ta'lam anna ma sha Allahu kan. Yaxshiliklarda hammasi asosi rohat, xotirjamlik. Alloh taolo nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi deb bilishligingiz deyapti. Falonchini bosib olib ketib qopti desangizda, o'sha bilan stressda yuraversiz, foyda bo'lmaydi sizga. Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilibdi. Sabablarni qilib qo'yasiz, bo'ldi, bu Alloh taologa tavakkul qilasiz. Fatayaqqana hina idin anna al-hasanat min ni'amihi fatashkuruhu alayha. Mana shu holatda siz Alloh taolo nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi deganiga aniq biladigan bo'lsangiz, yaxshiliklar bu Alloh taoloning ne'mati ekanligini bilasizda Alloh taologa shukr qilasiz. Va yatadarra ilayhi an la yaqta'aha anka. Sizga kelgan yaxshiliklar, ofiyat, ilm, boshqa boyliklarni sizdan uzib qo'ymaslik uchun Alloh taologa o'zingizni, xorligingizni, kamtarligingizni ko'rsatishligingiz kerak bo'ladi. Va anna sayyiat min khidlanihi wa uqubatihi. Va bilingki, yomonliklar Alloh taolo sizni yordamsiz tashlab qo'yganligi va Alloh taoloning uqubatidir. Fatabtahila ilayhi an yahula baynaka va baynaha. Alloh taologa yolvorasizki, mana shu ma'siyatlar bilan sizning o'rtangizda to'siq bo'lishligi uchun. Va la yakilaka fi fi'l al-hasanat va tark as-sayyiat ila nafsik. Ya'ni yaxshiliklarni qilish u yomonliklardan tiyilishlikda o'zingizga tashab qo'yishlikdan Alloh taolodan panoh so'raysiz. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد. Ulamolar ijmo qilib aytishganki, bandaga berilgan yaxshiliklarning hammasi va asosi Alloh taoloning tavfiqidir. Va kull sharrin fa asluhu khidlanuhu li'abdihi. Yomonliklarning hammasi bandani yordamsiz tashab qo'yishligi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, banda solih amal qilib turgan o'rinda o'sha amallarga muvaffaq bo'lmayotgan bo'lsa, bu uni dangasaligidan emas, Alloh subhanahu va taolo unga muvaffaq qilmaganligidan deyapti. Shuning uchun qo'rqish kerak. Har kuni 2 paradan Qur'on o'qiy turadingiz. Bir haftadan beri Qur'onni ocha olmay qoldingiz. Har kun tahajjudga turadingiz. Bir haftadan beri ravotiblarda ham tarqib qo'yapsiz. Bomdodga tura olmayapsiz. Mana bu Alloh subhanahu va taolo sizni tashab qo'yganligidan bo'ladi. Alloh ofiyat bersin. O'zi tavfiq nima degani? Tavfiq degani ajma'u anna at-tawfiq an la yakilaka Alloh ila nafsik. Tavhid degani Alloh taolo sizni o'zingizga tashlab qo'ymasligidir. Va annal khidlana huwa an yukhliya baynaka va bayna nafsik. Yordamsiz tashlab qo'yishlik bu siz bilan nafsingizni o'zingizga tashlab qo'yishlikdir. Va idza kana kullu al-khayr fa asluhu at-tawfiq. Madomiki yaxshiliklarning hammasi tavfiq bo'ladigan bo'lsa, vaholanki Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir, bandaning qo'lida emas. Xo'p, endi uni kaliti nima desa, uni kaliti duo, Alloh taologa muhtojlik, Alloh taologa yalinishlikda sodiqlik, Allohga bo'lgan rag'bat, Allohdan qo'rqishlik. Qachoniki banda mana bu kalitni beradigan bo'lsa, famata a'tal 'abda hada al-miftah, qachoniki bandaga Alloh subhanahu va taolo mana bu kalitni beradigan bo'lsa, albatta unga hidoyatni, tavfiqni ochib qo'yadi. Qachoniki Alloh subhanahu va taolo buni kalitdan adashtirib qo'yadigan bo'lsa, baqiya babul xayr murtajan, ya'ni yaxshilik eshiklari sallallohu alayhi vasallam unga doim yopiq bo'lib turgan holatda bo'ladi. Shuning uchun Amirul Mu'minin Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu aytganki, inni la ahmilu hammal ijaba. Men Alloh subhanahu va taolo duomni ijobat qiladimikan, yo'qmikan bu haqda qayg'urmayman. Walakin hammad du'a. Lekin meni qiynaydigan narsa duo qilishlikka qodir bo'lamanmi yoki bo'lmaymanmi? Meni qayg'urtiradigan narsa, qayg'uga soladigan narsa shu. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'. Qachoniki duo qildimmi, tamom bo'ldi, ijobat o'zi duo qilishlik bilan bo'ladi. Ba'zan inson shu duo qilishlikka ham qodir bo'lmaydi-da. O'sha inson achinarli narsa. At-tawfiq ala qadri niyya. Tawfiq insonning niyatiga, miqdoriga qarab bo'ladi. Va ala qadri niyyatil abdi va himmatihi va muradihi va ragbatihi fi dalik. Ya'ni banda qancha tavfiqqa bo'lgan niyati, ham maqsadi, rag'bati kuchli bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning unga bergan tavfiqi, yordami shuncha bo'ladi.
فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. الله سبحانه وتعالى bandaga bo'lgan yordam uni g'ami, saboti, rag'bati va rahbatini miqdoricha bo'ladi. Wal khidlan yanzilu alayhim ala hasabi dalika. Yordamsiz tashlab qo'yishlik ham ayni shaklda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hakimlarning eng hakimi, olimlarning eng olimidir. Tavfiqini o'sha tavfiqiga munosib bo'lgan o'ringa qo'yadi. Yordamsiz tashlab qo'yishlikni ham munosib bo'lgan o'ringa qo'yadi. Alloh taolo alim, hakim bo'lgan zotdir. Ash-shukru va du'a. ومتى أوتي من أوتي إلى من قبل إضاعته الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. bandaga nima berilgan bo'lsa وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعته الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر. Utiyadan maqsad mahrum qilinsa degan ma'no beramiz ekanda. Ya'ni banda nimadan mahrum qilingan bo'lsa, shukrni zoyi qilganligi uchun, Alloh subhanahu va taologa muhtojligini ihmol qilganligi uchun, Alloh taologa duo qilishlikni tashlab qo'yganligi uchun bo'lgan. Banda nimaga erishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning xohishi va yordami bilan o'sha bandaga berilgan narsaga shukr qilib va Alloh taologa faqirligida sodiqligini va duosida sodiqligini ko'rsatganligi bilan bo'lgan. Va milaku zalika sabr. Uni hammasini jamlab turadigan narsa bu sabrdir. Fa inna minal iymani bi manzilati ras minal jasad. Fa innahu sabr bu iymonga nisbatan o'rni xuddiki jasadga nisbatan boshning o'rniga o'xshaydi. Agar bosh uziladigan bo'lsa, jasadda hech narsa qolmagandek, sabr bo'lmasa, insonda iymon qolmaydi. Allohu taala a'lam. Shu qadr bilan cheklanamiz. Subhanakalloh va hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.